Bugun biz siz bilan o'zib olamiz va bugun biz video qo'yapmiz, serverda o'ynayapmiz va mana serverimizda qor boradi va qoldi va mening qo'limdagi vajlarim yo'q endi. Hammasi chatga so'rashingni yozib bilmayman nimagadir. Nima qilamizni bilmayman. Hammasi uyim yo'qoldi. Ama do'stlar uyim ham yo'qolib qoldi. Nima qo'ratib o'tiribman. Men serverimga ko'p kun bo'ldi ko'rmadim, lekin bugun kiryapman. Va mayli, hozir esa biz o'zib olamiz va biz esa o'yinni o'ynab boshlaymiz. Va biz ham esa ketib boshlaymiz. Va mana nima o'zgardi deyingmi? Hech narsa o'zgarmadi do'stlar. Prosta endi serverimiz yoz keldimi, serverdagi qorlar ariq qoldi. Ve juda ham issiq bo'ldi va yana odamlar yutdiq. Avvalgina zotda bo'lyapti. Qizil chiziqdan kessang odamlar seni urib biladi. Va mana shunday qilib urasan. Bu yozuvni aytganim. Va meni vajlarim qoldi. Nima qilmakni bilmadim. Lekin kallama bir zotga keldi. Bo'lsa, hozir men boraman, o'laman. Bu odam meni o'ldiradi. Ko'rgan neyse onu meni öldürdü ve mana siz start demen. Start degani birinchi vajlar beradilar. Mana menga berilgan vajlar. Men lekin urushmaga ketibman. Nimaga uchun desa o'ldirib qo'yishlar mumkin meni. Lekin bir zotlar deb menga vaj kerak. Nimaga uchun desa menga kerak. Mana bu odamlar joy oladi. Mana bu yerda ham odamlar birisi bilan urushmoqman do'stlar. Menga vaj kerak. Nima qilmakni bilmayman. Va mana nima qilsam ekan, u ham bilmayman. Nima qilsam ekan, uni ham bilmayman. Короче, esa biz uydan boshlaymiz, uy quramiz va u yerga sunduqda vajlarimizni qo'yamiz. Uyimizni qurmoq juda ham oson va juda ham oson. Men hozir kelaman do'stlar. Va mana biz keldik. Nima qilmoqni bilmayman va men lekin bu serverda yo'qdir, nimagadir bilmayman nimaga. Şimdi odamlardan uçsam ekinde çabalayalım. Şu odamlardan uçmak kızılsınız. Mana biz esa nima qilamiz, serverdan chiqamiz. Bular uchun esa biz boshqa yurtda o'ynaymiz. Gelin Minecraft survival atamiz. Etacağım çitin yoqib qo'yaman. Va mana shunday kod yozaman. Bunday kod bilmayman nima qiladi, lekin kerak bo'ladi. Va biz hammasi modlarimizni qo'shamiz. Survivalni boshlaymiz. Bu survival birinchi kunimiz. Mana qayerdan to'raldik biz. Kella tik va kalla. Mana kiyamiz. Hech bo'ldim do'stlar. Kamerada dili ko'rinmas, shu uchun men buni kerakmas. Bizlarni birinchi nima qilmali ishimiz og'och. Og'ochni boshlaydi. Lekin bizga oq qora og'och kerak. Oq qora og'och bo'lsa zo'r bo'ladi.
bizlar ishimiz survival etmek. Do'stlar, qarachi, men sizlarga bir gapim bor, hozir qarashingiz. Men hozir kelaman. Men serverda o'ratyapman. Serverimni o'zini IP'sini so'ng aytaman, lekin hali serverga ko'p izoh ish kerak. Lekin bo'lyapman serverda o'ratib va obuna bo'lib qo'ying. Serverim nimaga uchundir bo'lyapti. Serverni IP'sini aytaman, siz ham o'zi kiring u serverga. Obunachilarimga besplatno donat beraman. Donatni bilasizlar-chi, hozir kelaman. Kanalimga obuna bo'ling iltimos sizlardan. Do'stlar, bu molni o'ldiramiz. Yo, kechir. Biz esa bir otni urib qo'ydik. Getchini o'ldiramiz. Bizlarning ishimiz do'stlar olmos qidirmak. Survival 2, survival 3 zotlar chiqar va kanalimga obuna bo'ling iltimos. Obuna, sizlarning obunalaringiz menga foydasi amal ko'p. Juda ham ko'p. Men hozir og'ir sindiraman. So'ng desam men shoxta qidirmaliman. Nima uchun esa shoxta bizga kerak? Riski verstoq do'rataman. Tiyimdan qo'yaman. 8 shunchalik polga yedik. Endi kirka do'rataman. Va uzoqqa ketaman. Uzoqda nima bor? Buyurtma bosh. Mana emaslar, buyurtma deyiladi. Lekin bizlarda esa dosh. Do'stlar, bugun chokki kun. Hammang bilyapsizlar, o'sha bugun Portugaliya bilan O'zbekiston o'ynashadi futbol. Va siz Husanovmisiz va yoki Ronaldomi? Husanov bo'lsangizlar like va obuna. Ronaldo bo'lsangizlar kommentariyaga Ronaldo deb yozib qo'ying. Ronaldo bo'lsangizlar. Men esa Husanovman. Siz nima bilarmisiz? Qarachi, menga qaning kerak. Qanim bo'lsa, birinchi qildik ishim pech. Ikkinchi qildik ishim topor qilamiz. Topor bolta. Oyoqni chopib qo'ymaslik uchun o'tkirroqini olmadim. Oyoqni chopib qo'ysam nima bo'ladi? Qoniqadi. Buni berga qo'yamiz. Biz ham zamon og'ushlar sindiramiz. Og'ushlarimizga dum kerak deymiz. Bugungi videomiz to'g'ri bo'lmaydi. Shu 11 minut bo'ladi. Kechiringlar. Video chiqarib yurganimda nimaga ishim bo'ldi. Qilgan ishlarimga rahmat. Men survivalni video chiqaraman. Deb qo'ying. Survival olmosda qidirmayman. Olmos topsam survival o'yinimiz qutaradi. Drakonni o'ldirolmayman. 30 og'och bizga yetayli. Endi bizga esa tomoq kerak. Olamiz, qilichni olamiz. Molni orqasidan boramizdan o'ldiramiz. Ko'rdingizmi do'stlar, qanday qilib o'ldi? Biz ko'ramizcha zamonni topdik. Mana zamonni sindirib kelamiz. Og'ir sindirmaymiz, mana sindiramiz. Mana buni sindirib tashlaymiz. Bugun biz zamonni qilamiz. Mana 8 shtukasi yedik. Va menga undan anqilnyali zamonni kerak. Undan topsam men to'g'ri o'qot yeb bilaman.
bunday zamonlikdan ko'p ekan bu yerda. Bunday zamonlikdan ko'p ham bo'lmaydi do'stlar, havolangiz bilan bilasizlar sizlar. Kim Minecraft o'ynagan bo'lsa obuna bo'lib qo'ysin. Va bizning seriyamizdagi 50 obunachiga yetmeli. 50 obunachi bo'lsa zo'r ketadi. Ayniqsa biz hamisha bizning ishimiz unday ağaç qidirish kerak. Ağacimiz zamonliqda yana da shunday zamonliqmi? Yo'q. Bunday zamonliq edik. Anda topdim do'stlar, lekin u uzoq yo'llardan birisini topdim. Ay do'stlar, oyog'im juda ham og'ridi. Oyoqni og'riqdan chidab bilmayapman. Yana kel eshak, o'lasan sen. Oyog'im juda ham og'riyapti, lekin nima qildiribdir, men yuguryapman. Bizning ishimiz o'nimiz omariq qayerda u? Ha, mana. Mening yoqimda turibdi, men uni ko'rmayapman. Ama do'stlar ikkisi turibdi-chi. Turamiz, ey yaxshi. Mana biz hammasi ketdi. Va mana bu yerda shoxta va mana bu shoxtani biz o'zlarimizga quramiz bir qatdan bir yerdan. Bir kattaroq mana shunday yer bo'ladi. Hamma yerni yopib qo'yamiz. Do'stlar, men sizlarga hozir bir zo'r lavashga ko'rsataymi? U lavashga juda ham zo'r. Do'stlar, bizlarga og'och kerak. Men hamma og'ochni ulanmayman, nimaga uchun desa, bu og'ochlardan ko'mir qilib bo'ladi. Ko'mirni nimaligini bilarsizlar. Bizlarga esa buni qo'yamiz va bu yerga vajlarimizni qo'yamiz. Tak. Pechimiz bunda. Do'stlar, men ko'mir topdim. Uyimning ichida ko'mir bor ekan. Va biz ham esa bu yerga esa fonarik qo'yamiz. Mana bu yerga qo'yamiz va mana bu yerga. Bu yerga ham esa qo'yamiz. Qorong'i tushyapti, bu esa zombilar chiqyapti. Zombilar chiqsa bo'lmaydi do'stlar. Xosni. Mana shunday qilib qo'yamiz. Bu yerda oqshers qo'yamiz. Yo, bu kровать u. To'shga qo'yib turamiz. Bu yerda o'zlarimizning kроватni qo'yamiz. Menda shunday qilib. Endi biz esa qilamiz. Biz bunday qilib tarelkalar qilamiz. İçinedan zamonlik qo'yamiz. Nima qilib qilinadi do'stlar, yodimdan chiqib ketdi. Mana bunday qilib qo'yamiz. Kerak, mana bunday qilib nima qilardilar do'stlar? Men keldi. Yo'q, kelmadi. Bilmayman, og'ochni zangladim. Shu uchun bizga ko'maklashadi. Mana shunday qilamiz. Va bu yerdan esa 4 tarelkani jo'ratib bilamiz do'stlar. Va chiqmayapti. Hozir do'stlar, men bir zotni ko'rayim.
Bo'ldi do'stlar. Endi o'zini keltiramiz. Men nimaga bunday qilib qo'yganim yo'q. Nimaga tushunsa, men bunday qilib o'ynab bilmayman. Esga boq. Zombilar chiqsa urishamizmi do'stlar? Nima? Do'stlar, zombi keldi. Nimaga zombi keladi deymi do'stlar? Nimaga tushunsa, men ko'cha beshonimda fonarik qo'ydim. Svet qo'ysam zombilar svet qo'yere keladi. Yoki zombilar boshqa yerga keladi. Bilmayman. Nimaga uchun bunday qo'rqolyapti? Bilmayman do'stlar, bug bo'lyapti. Nimagadir, lekin men ichib bor. Shu uchun ko'mir sindirib amallab qo'yamiz. O do'stlar, shoxta bor ekan, lekin yopib qo'yamiz. Men shoxtaga hali ketmayman. Bu yerni yopamiz. Bu yerga bunday qilib qo'yamiz. Endi esa tomoqlarimizni pishiramiz. Assalomu do'stlar, sizlar bilan xo'shlashyapman. Bugun biz sizlar bilan Umar bo'ldi va obuna bo'lib, podpiska qo'yib, qo'lingga hammaga xayr.